Assalomu alaykum, Rizo Drabitkalarning obunachilari. Xudo xolasa bugun mana drabitkalarimizni bitta syomkamiz bor edi. O'zimizning kanalga ham bitta video joylaylik deb hozir nimani boshladik. Xudo xolasa drabitkamizni qisqacha ishlash jarayonlarini sizlarga yana bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Birinchi o'rinda drabitkamizni bu yerga tayyorlab olganmiz. Ularni ko'rsatib nima qilib beraylik. Bunimiz mana titan motor 4 kilovat 3000 оборот заводской mahawiyda mana заводской mahawiylik bo'ladi. Bunimiz 3 kilovat 3000 оборот Gralifa degan motorda bo'ladi. Mahawiyga listan bo'ladi. Endi xuddi shu mahawiyda bunga Ariol misli motor kerak desa mana bunimiz 100% medniy, mana sertifikatlari bor, joylangan, mana hamma yo'g'i misli bo'ladi. Bunimiz 3,5 million so'm dastavkasi ichida uylargacha yetkazib beramiz. Bunimiz 3 million so'm dastavkasi ichida uylaringgacha yetkazib beramiz заводской mahawiyda. Bunimiz 2 million 600 ming so'm uylaringgacha yetkazib beramiz. Shu yerdan olib ketsa 2 million 400 ming so'm bunimizning narxi. Endi bunga keladigan bo'lsak, o'zi ko'pchilik akalarimiz drabilkaga qiziqib yurgan akalarimiz bilishadi. Drabilka chiqishiga 4 yil, 5 yil bo'lgan bo'lsa, har doim misol mahawiyda bo'lib kelgan, boshidan beri listli bo'lmagan. Endi narxlari tushirishni hisobini qilib turib, misol ko'pchilik listdan qo'yordi, narxini arzonlashtiraman deb listdan qo'yordi. Lekin buni misol bitta, ikkita moli borga yaraveradi, lekin bir 5-6 ta moli borga bu yaramaydi. Bu ozroqdan solib turish kerak. Tiqilishi nimaroq bo'ladi buni, tezroq bo'ladi. Bu tiqilib qolmaydi. Mahawiylik bo'lsa, hech qachon tiqilib qolmaydi. Mahawiyda afzallik tarafi motorni quvvatini 40-50 darajagacha oshirib beradi. Hozir mana bunimizda makka, bug'doy hammasini chiqarib ko'rsatib beramiz. Videomizni qisqa qilamiz. Bunimiz hozir mana bitta ishlatib ko'rsatib beraylik buni. Abdullah, somonni metdan nima qilib turaylik? Olib turaylik. Bo'ldi. Ha. Voltmetrlari bor o'zida. Shuni olib. Mana bu yerda somon, beda, mana yer yong'og'imiz ham bor mana. Tayida mana yer yong'oq nimalarimiz ham bor. Mana qanaqa holatdan, qanaqa holatga olib beryapti. Buni molingizga bersangiz nushqut chiqarmaydi. Umuman nushqut qolmaydi moldan. Hozir mana buni ko'rsatdik. Endi hozir mana bunimizni ishlatib ko'rsatib beramiz. Hozir mana yerda kelganimiz buni hozir makka bilan buradan bu yerda mana dasturkasi bor. Dasturkasini ochib qo'ysa bo'ldi, u qotib ketaveradi. Mana qanaqa holatda olib berayotganiga o'zlaring baho beringlar. Mana o'zi to'planib turibdi, ozgina nimaga aralashib ketibdi. Mana o'zlaring baho berasizlar. Deyarli mana kepay holatiga olib beryapti. Kepay un holatiga olib beryapti. Endi mana bu yerda bunimiz ana smart drabilka deb nomlaganmiz buni. Bunimizni smart drabilka deb nomlaganmiz. Bu Mana telefonda ham boshqarsa bo'laveradi buni. Telefondan ham yurgizib o'chirsa bo'laveradi. Maxsus timer qo'ysa,
o'sha vaqtda yurib, o'sha vaqtda o'zi o'chaveradi. Buni mana bitta mana hozir egilib ko'rsatganim yo'q mana bitta harakat bilan mana yuradi. Endi mana buni chiqarish. Bunimiz 2.600.000 so'mlik bitganmiz o'sha mana. Greenland degan motorda. Bunimizni ham hozir chiqarib ko'rsatib beramiz bunda ham. Bunimiz mana beda. Mana bunimizni ham chiqargan holati mana. Beda somonlarni qana holatga olib kelib beryapti. Xudo xolasa, narxlarini ham tushuntirib o'tdik deb o'ylayman. Chiroyli qilib noldan tushuntirib berdik. Havo jicha issiqligini hisobiga telefonimiz qizib nima bo'lib ketyapti? Shuni hisobiga ozgina to'xtalish bo'lib boshqa nimalar holatlar bo'lib qolyapti. Video tezlashtirdik. Komplektida hozir obunachilarimiz o'zi biladi. 4 xil setkamiz bor. 4 xil setka qo'yamiz. Pichoqlarini ham ko'rsatdik. Pichoqlari mana, olib kelinglar, ko'rsatib beraylik. Mana. Eng original o'tga suvga to'yintirilgan qalin segment pichoq bo'ladi. O'zini o'zi o'tkirlaydigan pichoq mana mashq pichoq bo'ladi mana. Mana farqini ko'ringlar mana. Bu biz qo'yayotgan pichoq mana bu. Mana farqi o'zi ko'rinyapti. Xudo xolasa, mana komplektda 4 xil setkasi mana. Bu molga qo'yga makkani yorma holatda chiqaradi. Bunimiz kepay un holatda chiqaradi. Zakaslar bo'lsa bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Mehnatimizni qadrlab bitta obuna bilan like, kommentariy yozib qo'ysalaring, rosa xursand bo'lardik. Hammalaringiz chorvalaringga Alloh baraka bersin. Hammalaringga rahmat.